Labingdagi bu tekis, oldin edi deb tekis. Ko'rsataymi bir fokus. Gollivudga qizlarni lablarini bo'yashini ko'rganmisizlar? Havasi ketadi odamni. Bugun shunaqa makiyaj qilishni sizlarga o'rgataman. 765 ml qalamni oldik va tep-tekis lablarimizga bepul botoks qilib, konturdan ozgina chiqib chizdik va uyimga arzongina korичневый pomada bor edi, o'shani olib ishlatdim. Labimizni pomadasi bir kun ovqat yesangiz ham ketmasligi uchun pudra bilan fiksatsiya qilasizlar, kuni bo'yi turadi. O'rtasiga qonchalik mamnaqa effekt qilish uchun qizilroq pomada surtdim va internetni portlatgan o'sha aksessuarni oil bleskini oldim. Nimaga buni olganimni sababini o'zi bilasizlar. Lablaringizni shunaqa sochni shirib beradi qizlar. Ustidan bistsvetnisini surdim, bo'ldi. O'sha gollivudskiy qizlardagi bo'ldi lablarim, qaranglar. Buni 3 xildan oldim. Qizilrog'idan oldim, bistsvetnisidan oldim va persik rangidan oldim. Xullas har kunlik labimni bo'yashimni usulini sizlarga ko'rsatdim.